Assalamu alaykum dünyanın her qaysi joylaridagi aziz vatandaşlar. Uyghur Hareketi Teşkilatı'nın bölümküş qararlıq tor söhbetiga hoş geldinglar. Ben size Mukarram Qurban. Bugünkü programımızda Yaponiya Uyghur Cemiyeti'nin idare heyet azası Saud Mehmet Efendi biz bilen birle. Hürmetli Saud Mehmet Efendim, hoş geldiniz. Ötken programımızda Saud Mehmet Efendim bilen şu Yaponiya Uyghur Cemiyeti ve Yaponiya Uyghur Cemiyeti to'g'ri tanışkan edik. Şu qıtımlıq programda Saud Mehmet özünün bir kitap yazganlıqını degan bu qıtımlıq programma bu kitap to'g'riliq bo'ladi. Bu kitapni siz qandaq bir sebep bilen yazishni qaror qildingiz ve qaysi tilda yazdingiz hem başka bir tillarda tercüme qilish planınız bormi? Rahmat. Bu kitap, dastlabda kitap yozish planim yo'qdi. Ben oliy maktab o'qiyotgan vaqtda shu Uyg'ur masalasini tadqiqot qilgandim va maktab bitirgan vaqtda meniki maktab bitirish maqolamni shu Uyg'ur masalasida. Sizin bu Yaponiya kelgandan keyin maktab. Magistrlik bitirish maqolamni shu Uyg'ur masalasida yozgan maqolam. Albatta yapon tilida yozilgan maqolda u. Maqolani yozib bo'lgandan keyin Yaponiya Uyg'ur jamiyatiga kelib ishladim. Bu yerga ishlab ishlagandan keyin hamda matbuotlarning odamlari bo'lsin, nurg'un odamlar bilan ko'rishadigan fursatlar bo'ldi. Mening to'liq anglaydigan bir gapim, shu Uyg'ur masalasini Uyg'urlar o'zi yozgan bir kitoblar bo'lsa yaxshi bo'lardi deb. Ana shunday gaplarni jiq anglagan. Undan bir Mo'ng'ul professor vardı. Sening shu maqolangni bir kitap qilib chiqarsangmi bo'lardi deb shu professorniki so'zini anglab keyin bir nashriyatni izlab maqolamni ko'z qildim. Nashriyat aytdimi bu kitap qilib chiqarsak bo'lardi deb mazmunlarini biroz qo'shib degandek qaytadan bir takror qilib kitap qilib chiqardik. Shu nashriyat bilan aloqalashib kitap chiqarish jarayoniga bir yil vaqt ketdi. O maqolani burun maktabda yozgan vaqtda 8 oydek vaqt ketgandi. Hisobda shu 1 yil 8 oydek vaqtda bu kitap vujudga chiqdi. Siz bu kitapni yapon tilida yozib siz yapon xalqiga nimani anglatmoqchi? Shuniki asosiy bir nuqtalarni va bahsimizni biz bilan o'rtoqlashsangiz. Rahmat. Bu kitap yapon tilida yozilgan, yapon tili atilishi hakim mutlaq tuzum ostidagi milliy qirg'inchilik. Yaponcha bir o'qib bersangiz. Zentashu Taiseka no Minzoku Joka. Minzoku Joka degan shu milliy qirg'inchilik degan so'z. Shu kitobningki tema orqali ham belgili bo'ldi. Hozir Xitoy Uyg'urlarning beshida yurgizilayotgan shu milliy qirg'inchilik va Uyg'ur masalasini kelajakka degandek mushtaq masalani ko'rib yozgan kitobdi va jami 6 bobga bo'lindi bu kitob. Dassani hamda 350 betlik var. Bu kitaplarni yozish jarayonida qo'llangan materiallarınızı yani şu nima? Şu Yaponiyadagi kitobxonlardan şu yerki materiallardan faydalandınız mı? Yoki Xitoylarning yozgan materiallardan faydalandınız mı? O'zimizning yozgan materiallardan faydalandınız mı? Rahmat. Bu kitobni dastlabda maqolamni yozish jarayonida meniki professorimdan cho'ng yordamiga erishdim. Dastlabda men maqolani yozgan vaqtda har haftada bir 2 bet 3 bet yozib professorga bir ko'z tutdim. Dastlabda yozgan shu maqolalarimni professorim ko'rib asosiyatdan yerimni jijilayotdi. Ya'ni qaytadan yozganda. Bu professorimiz biz to'g'ri bilardi. Uyg'ur masalasini tadqiq qilgan professor emasdi, ammo shu millatlar masalasini tadqiq qilgan. Burun Afrika yerlarning millatlar masalasini tadqiq qilgan Ruanda deydigan burun Ruanda qirg'inchilik deb bir voqea bo'lgan. Ashlan tadqiq qilgan professordi. Xalqaro munosabat bir professor. Bu professorim ko'rgan narsalar, yozgan narsalarimni ko'rib dastlabda shu
yerim degandek mazmunlarni ham qaytadan yozgan, deb jijilab başına qo'yatgan. Men o'zim nihoyatda yaxshi yozdim deb his qilgan yerlarimda u. Keyin professorimdan so'radim, mushala nima ish bo'lmadi, shunday degan bo'lsam, sen professorim dedi, sen bu yerda yozgan narsalaring balki hissiyot aralashib ketibdi, balki hissiyot chiqqan. Ilmiy maqol yozishda hissiyot bilan yozsang ilmiy maqol bo'lmaydi. Sening ko'z qarashing bo'ldi. Boshqadan qayil qilolmaysan. Sen agar tixmichiq odamni qayil qilmoqchi bo'lsang, hissiyot emas, fakt isbotlarni o'tirib qo'yib yozmasang bo'lmaydi deganda. Shunga dastlabda yozgan bu maqollarning kichik bo'limini qaytadan yana tuzishga to'g'ri keldi. Mening professorimning menga degan aytdi bir men ta'sir qilgan yeri, agar sen hissiyotchan yozsang, o'zing xo'sh bo'lishing mumkin. Sen bilan o'xshash hissiyoti bor odamlar uni tushunishi mumkin. Ammo sen bilan o'xshash hissiyoti yo'q odamlar, undaq sizlarning vatanda yashab boqmagan, o'z zulmni ko'rib boqmagan odamlar bo'lsa, sen ularni ta'sirlantirmaysan yo ularni ishontirmaysan. Sen tixmichiq odamni ishontirish uchun isbot faktlarni o'tirib qo'yishing kerak dedi. Shunga bu kitobni yozishda har bir nuqta, har bir masalani o'tirib qo'yganda shu faktni tepish to'g'ri keldi. Masalan, Xitoy hukumati mundaq deyotdi deganda, shu Xitoy hukumati qachon, nada ashun degan, yo bo'lmasa qaysi hujjati chiqqan, ashuni aniq ko'rsatmasak bo'lmaydi. Men agar bir yaponlik yozgan kitobda Xitoy mundaq deyotdi deb, shu yaponlik yozgan manbani ko'rsatsam, professorim, yo'q bu ikkinchi manba bo'ldi-ku. Sen shu birinchi manbani topgan. Xitoy o'zi degan manbani top. Birinchi manba qanday yozilganda. Ikkinchi odam ishlatganni ishlatsang bu vositlik bo'lib qoldi. Vositlik emassan shu birinchi manbani topmasang bo'lmaydi deb. Shu manba tepish jarayonida natijiq vaqt ketdi. Endi men Yaponiyada yozgan bu kitobni, Yaponiyadan jiq materiallar, yapon tilining manbani jiqroq qo'llandim. Bizning vatandagi uyg'urcha kitoblar yozmalarni oz bu yerda. Ulardan jiq foydalanmadim. Yaponcha manbani jiqroq ishlatdim. Endi Yaponning davlat kutubxonasi bor. Yapon davlat kutubxonasida nurg'un materiallar bor. Bizga oid. Uyg'urlarga oid materiallar bor. Shu yapon tilida nashr qilingan nurg'un materiallar ashyo topildi. Men shu Yaponiyaning davlat kutubxonasidan jiq kutubxonalarni aylanib yurdim, shu bir yerim yil jarayonida. Shu orqali jiq manbalarni surishtirib bu kitobni hamda Xitoy hukumati meni hujum qismi shu manbalarni yo'q qilolmaydi. Shu meni o'zimni yozgan bu kitobniki men o'tirib qo'ygan manbalarga men o'zim ishonchim bor. Bunun için bir neçe mühim noktalar da qaragan üzünüz, qaragan bir noktalar sözlep basın. Çünkü 6 bab dediğimiz emin sözlep bulamayız. Bir neçe mühim noktalar olsa alaydı deydim. Kitap 6 babga bilindi. Birinci babda Uyg'urning tarixini, qisqacha tarixini oddiy bir qisqartib tushuntirib chiqdim, yozib chiqdim. Xitoy hukumati hamda bizni tarixdan Junxo millatining bir parchasi, endi Uyg'urlar yashayotgan bu zamin burundan Xitoyning ayrılmaz bir parchasi deb deydi. Men hamda bu birinchi tarix bu bölümde bu yer yaşayotgan millatlar Xitoylarga o'xshamaydigan millat ekanligini, Xitoylar agar tarixchilik qilgan millat bo'lsa, bu yer yashayotgan millatlar burun chorva millatlar ekanligini, chorvachilik shug'ullangan millatlar, keyin shu tarixchilikda o'zgargan mushtaq bir millat ekanligini, jo'g'rafiyadan o'xshamaydiganligini, madaniyat jihatdan o'xshamaydigan bir millat ekanligini isbot qilishni tirishdim. İkinci bölümde hem de Xitoyninki milliy siyosatlarini bir izlangan bo'ldim. İkinci bölümde buni men bilmaydim, tadqiqot qilish jarayonida bilginim, o'zim hayron qoldim. Shu burunqi Shanxay inqilobi qo'zg'agan Sun Yat-sen degan Xitoyning inqilobchilari dastlabda inqilob qo'zg'agan vaqtda faqat Xitoyninki o'zininki o'lka rayonlarini mustaqil qilishni nishon qildi. Sun Yat-senninki o'z vaqtida shu
chiqqan jurnallar bor, kitoblar bor. Shularni izlab Sunjun Sanniki o'z vaqtida kallasida o'ylagan Xitoy faqat Xitoyning 18 o'lka 18 o'lkaning ichida Sharq Turkistonning yo'qligini tab chiqdi va u kitobni o'sha Yaponiya xaritini Yaponiyaning davlat kitobxonasida tab chiqdi. U endi bir paket bir isbot bo'lib chiqdi. Sunjun San o'z vaqtida inqilob qo'zg'agan vaqtda biz Sharq Turkistonni ularning bir parchasi deb o'ylamagan az deganda. Bu inqilob g'alaba qozongandan keyin ulardan Sharq Turkistonni, Mong'oliyani, Tibetni o'zining bir parchasi deb deyishga boshlagan. Bu endi Xitoylarningki bu atalmış Şinjan shu Xitoyninki ayrılmash bir qismi deganga radiya bergan bir kuchli isbot bo'la oladi deb o'ylayman. Undan keyingi shu Xitoy kommunist hukumati bularni dastlabda Sovetninki sistemlarini kirgizib, Sovetdek davlat qurishni nishon qilgan. U vaqtda Mao Zedonglar Sharq Turkistonni qo'llaydiganligini, Sharq Turkistonninki o'z taqdirini o'zi belgilaydigan shu huquqining borligini, hatto ayrilib chiqasin bo'lganligini jakarlagan Mao Zedong. Hatta shu vaqtda shu kommunist Xitoyninki birinchi qatim yasab chiqargan bir asos qonuni. Ash qonunda Sharq Turkistonninki ayrilib chiqish, o'z taqdirini o'zi belgilaydigan huquqining borligini, ayrilib chiqasin bo'lganligini ash qonunda aniq yozilgan. Tajovuzchi Xitoy hukumati huquqni qo'lga olgandan keyin bu pozitsiyani o'zgartirib Sharq Turkiston o'zining bir qismi deb deyishga boshlagan. 3-bobda hozirgi Uyg'urda yuz berayotgan fojialikni endi bir tasvirlab chiqdi. 4-bobda bo'lsa shu ko'plagan davlatlar o'z taqdirini o'zi belgilash deydigan bir huquq va xalqaro qonun. Shu huquq orqali o'zini mustaqillikni qo'lga keltiradigan. Biz endi bu o'z taqdirini o'zi belgilash degan bu uqum qachon boshlangan, qanday taraqqiy qilib kelgan, qaysi davlatlar bundan foydalangan va hozirgi xalqaro qonunda bu uqum qanday bir ahvolda, qanday bo'lyapti, shuni bir izlangan bo'ldim. 5-bobda endi shu Xitoylar nimishqa Xitoylar o'zida atalmış az sonliq millatlarga zulm qildi. Nimishqa bu millatlarni bosirdi degan temada izlandim. Bu yerda endi birinchisi bo'lsa Xitoylarningki burungi ko'ni an'anasidan qolib qolgan bir cho'ng birlikni qo'g'dash deydigan bir ideyasining borligini Xitoycha dai tong deb qo'ydi. Xitoy qancha cho'ng bo'lsa, Xitoy qancha bexatar bo'ldi. Qancha kichik parcha bo'lib ketsa bexatar. Xitoyga zulm qildi. Boshqa millatlar Xitoylarni zulm qildi deydigan ashta bir nazariya bor Xitoyda. Bu nazariya hozirma ta'sir qilyotdi Xitoy jamiyatida. Shu nazariyaning borligini. Yana birisi bo'lsa shu coğrafya ve siyaset shunos to'g'ri shu nuqtada qarasaqmi Xitoy bu Sharq Turkistonda nihoyat bir muhim bir rayon. Energiyadan bu jihatlar emasmi shu Xitoyni mudofaa qilishdimi Sharq Turkistonniki muhimligini tunuydi. Shunaqa omillarning bo'lishi bo'lg'achqa Xitoy hukumati bu yana hargiz qo'ldan berayotgisi kelmaydi. Shu u yerki xalqlarni assimilyatsiya qilib o'zininki kimligini unutib qolsa Xitoy u vaqtda aniq xotirjam bo'la oladi. Biz Uyg'urlar Xitoy bilan o'xshamaydigan bir millat bo'lib yashasak, Xitoy mangu xotirjam bo'la olmaydi. Shunaqa bir masalaning borligini o'tirib qo'ygan. 6-bobda endi bundan keyingi Uyg'ur da'vosi bilan qanday bir kelgisini bir izlangan bo'ldim. Hozirgi Xitoy hukumati tüzümü bağ aslında Uyghur davası qanday qilish kerak ve Xitoy hukumati keyin o'zgarmay yana shunaqa davomlashgan ahvol ostida Uyghur masalasini qanday qilish kerak. En oxirida xulosalab kelsam, hozirgi xalqaro jamiyatlar zo'ravon kuchni ancha xohlamaydi. Uyghur masalasini hal qilishdimi biz aqlimizni ishlatib shu do'stimizni ko'paytirishimiz kerak. Ko'plagan Uyg'urni qo'llaydigan
dostluk devlet olsun, milletler olsun, dostumuzu köpeytişimiz gerek. Endin zoravansız bir kuşuyla Uyghur meselesini qanday hal qila olamiz aytgan bir temada so'zlagan bo'ldim men oxirida. Shunga menimcha bundan keyin shu zo'ravonlik emas, zo'ravonsiz bir vosita orqali qanday qilib Xitoyni ojizlashtirgan bizning da'volarimizni, bizning da'vo sablarimizni ham taraqqiy qilib keyin bizning mustaqilligimizni qo'lga keltirishni o'ylab yozdim. Rahmat, bu kitabımızla bir tanışkan bulduk. Demek bu kitapta siz Yaponiya xalqiga hem tarix o'qib qoladigan, hem yoshlar o'qiydigan inshaalloh Yaponiya xalqiga bizning vatanimizning qanday bir vatan ekanligi, Xitoyning azaldan aslida bizning vatanimizning o'zidan ayrilmas bir qismi emas ekanligini bularning materiallar orqali buni isbotlabsiz. Hem ular hokimiyatni qo'lga olgandan keyin tajovuzchilik xarakteri bilan biz tajovuz qilib bizning ayrilmas bir qismimiz demoqchi bo'lganligini hamda buni hozirgi shu zulmlarni anlatıpsiz. Bunun albatta nurgun ecir ketidi, vaqt ketidi, materiallarni ko'rish ketidi, kecha kunduz uxlamaydigan ishlar ketidi. Ko'p rahmat. Yani siz Uyg'ur tarixida Yaponiyada yozilgan tunji bir kitap bo'lishi mumkin deb bilaman. Bunday kitaplar yana yozilsa inshaalloh. Ko'p rahmat. Ecir sindirib sizlar bu Yaponiya xalqimi buni qadrini bilib o'qiydi deb umid qilamiz. Siz bu kitobni bu yapon tilida yozibsiz. Mesela ya Uyg'urchaga o'zimiz hamda bilimiz o'zimizning tarixini asos jihatdan inglizcha, turkcha va boshqa tillarda tarjim qilishni o'ylashdingizmi? Hamda bu kitap vujudga chiqqandan keyin bir setilish ahvoli qanday bo'ldi nashriyatda? Bu kitap buldu 10. ayda nashr qilingan. Nashr qilingandan keyin qisqalanib shu bir oyning ishtilan mingdak nashr qilibdi birinchi qatim. Hammasi setilib ketibdi. Setilib ketib nayati bir jiddiy qisqa vaqt bilan nashriyat jihatdan ikkinchi qatim nashr qilinganini bekitildi. İkinci qatim shu mingga yaqin nashr qilibdi. Ama sorsam nayati yaxshi setilib ketibdi. Uyg'urlar o'zi yozgan shu kitoblar nayt az ham Yaponiyada. Bo'libmi shu ilmiy maqolalar, ilmiy kitob tixmi az. Shu menimcha bundan keyin tixmi chiqmi shu Uyg'urlar o'zininki o'rnida turib shu Uyg'ur masalasini so'zlashini aytmaydi deb o'ylayman. Boshqa tillarga tarjima qilish planınız var mı? Hozircha endi Xitoycha tili, ingliz tiliga tarjima qiladigan mushtaq nashriyat jihatdan kelyotidi so'zlar. So'zlashyapmiz. Uyg'urcha tilga keyin inshaalloh Uyg'urcha tilini tarjima qilamiz. Nashriyatlar bilan aloqa qilish jarayonida bir qiyinchiliklar uchradingizmi? Yani uzun vaqt ketdimi shuni bostirish, ular bilan so'zlash jarayonida? Bu nashriyat sohasini men yaxshi bilib ketmayman. Men tunji chiqqan kitobim men. Dastlabda hali cho'ng bir nashriyatlar bilan ko'rishgan. Ular endi "Ma bilimni qo'yib qo'ygan bo'lsam, ma bilimni avatgan bo'lsam" deb men bilan shunaqa suhbatlar bo'ldi. Ammo men hech qaysi bilimni avatgim kelmadi. Buning ichida endi bir necha temalar bor. Shu Yaponiyada Yaponning tadqiqotchilari anchalik yozg'isi kelmaydigan bir yerlar bor. Nimishqa desamiz, pek cho'nqur ishiga yozib kelsa, Xitoy hukumatini xalq qilib qo'ydi. Keyin Xitoylarga berib tadqiqot qilolmay qoldi. Shunaqa masalalar bor. Men o'zim Uyg'ur bo'lgandan keyin men undaq ansirashlar yo'q menda. Va hatto Uyg'ur harakatininki bundan keyingi qanday qilib tixini keng doiradagi qo'llashni qo'lga keltirish degandek Uyg'urlarningki nazarda yozgan, Uyg'urlarning o'rnimizda yozgan shunday kitoblarning tiximjiq nashr qilinishi bizning da'vodan foydasi bor deb o'ylayman. Ko'p rahmat, kitobimizni hammamiz men va ko'rarmanlarga tanıştırdınız. İnşallah sizin imzanızı edip, gerçi okuyamazsamı bunu da bir hatır ekitime. Bu programımız müşahede ahırlaştı. Bundan keyingi har qanday ishlarыңizga utuq tilayman.
Bu kitapnımı Yaponiya halkının buna nayetli davamlı qaz nəşriyyat qarğanca şikil qıtım nəşriyyatın yaxşı setilibdi. Yani bundan keyin texnik köp nəşriyyat çıxıb nurgun Yapon halkının bunu görüşünü ümit qılıman. Köp rahmat sizge. Rahmat. Dedim çalışmak var diye yolumda. Dedim ötkür nime, dedi kulumdu. Dedim satar mısın,